Siz bilan suhbatimiz yozib olamiz. Eshitaman. Bizlar chaqirib ne bo'ldi? Ne Ha, tashxis signali sizga bosdim. Hop, juda ma'qul, hurmatli xodimlar, fuqarosi yetishgan fanni uchun berish O'zbekiston fuqarosi Qushum mahallasi Michuriy ko'chasi 14-nomda yashayman. Ya'ni uy manzili shu yerda. Shu mahallada 10 maktabga mahalla raisining chaqiruvga binoan ota-ona sifatida 2-sinfda turkman bir klassini turkman yo'nalishi bo'yicha ota-ona sifatida bizni chaqirtirishdi. Sinf rahbari, mahalla raisi gaplashmoqchi edi. O'zlarining aytishi bo'yicha. Aslida yani men chaqirtirdim, men o'zim kelmadim. Ha, kirish joyida ro'yxatdan o'tib imzolayib qo'ydim knigaga. Ro'yxat daftari bor, ha, qayd etishini ruxsat bilan kirdim. Menga o'tkazish kerak edi, lekin kasal emasmi, shunday ruxsat berish kerak edi. Menga yo'q ekan, afsuski. Kelib o'tiribman, chiqib ketishdi, hammasi kutib o'tiribman. Rahbariyat chaqirtirib, unda gaplashaylik, mayli dedi. Endi sizni chaqirtirsangiz direktor chaqirmas. yo'q. Meni mahalla raisi Matnafay Balkar kelib chaqirtirdi. Koronavirusning murojaati bo'yicha Sağ Sizni chaqirtirmoq o'zlari yo'q. yo'q, o'zlari bor. Kelishdi, mana qarovlan guvoh haqlasani. Chiqib ketishdi, qarovga kelib xabar oldim, men aytib o'tiribman, agar rahbar kelsa chiqib ketmoqchiman. Sen hozir beri o'zimdan chiqib ketsam, noto'g'ri shuni o'sha qo'shib, bilan ko'tarib ket deyishi mumkin, boshqa olib ket deyishi mumkin. O'zim ham tekshirib chiroqni chiqarib yuboring endi, vatana sifatida. Men chaqirtirib keltiribman. Farzandim uchun keltiribman, ya'ni. Iltimos, endi o'zlaringiz bitta tanishtirib oling. Xizmat guvohnoma O'zim tanishtirdim. yo'q, xizmat guvohnoma bormi? Iltimos, agar kamera ko'rsatish shart emas, o'zimga ko'rsatsangiz bo'ladi. Bilola kim kelgan? Siz kim bo'lasiz? Yaklar o'sha ekan, yak chaqirtirdim sinfdan borlarda. Atajon, qarab berdi. Xo'p, siz o'tirasizmi? Tanışkan okusanda, fuqarosi yetishgan fanlar hurmatli xodimlar, avvalambor bu yerga bu akalarning sxemani tushuntirdim. Men to'polon qilmayapman, jadal qilmayapman, chaqiruvga yetib keldim. Farzandim o'qiydi, aynan shu sinfda. Jumadurdi. O'zlari chaqirgandan keyin mahallaga chaqirtirdi, sinf rahbari gaplashdi, sinf rahbari chiqib ketdi. Sinf rahbari ham meni nima qilmadi, gaplashga keling desam, yo'q, men sen bilan gaplashmay chiqib ketib qoldi, endi men ilojim yo'q. Hozir u ham chiqqani, bu ham chiqqani men o'zim chiqsam, bir narsa ko'tarib ketdi deyishim. Sizlar kim chaqirgan men bilmayman, shuni hozir men aniqlashtirmoqchiman, qara kim sizlarni chaqirdi? Endi diqqat eting. Hurmatli xodimlar, ayni paytda siz ichki ishlar organi maxsus xizmat hisoblanasiz. O'tgan safar ham ushbu maktab direktori degan vaziyat men kelib, suhbatni video tasvirga olgan vaqtimda hech qanday assalomu alaykum kirib kelgan, hech qanday sababsiz endi ochiq sezib prezidentimizga ichki ishlar organlari ochiq qo'yadi shaffof. Qonunda bor. Men o'zimning tuhmat qilmash boshqa qilmagan oldin bir ikki mana shu tashxis signalni bosib maktabga o'yin qildim. Lekin telefonda 2 soatgacha kutdim, kelmadi. Ana bugun siz kelyapsiz, lekin sizni aldab chaqirishdi, men kafolat deb aytaman. Aynan shu yigit turibdi, o'zim yo'q, endi men ham hozir birga bilamiz. bu yoqda ular bu yoqda chaqiradi. Deb tushuntiradi. Ular bu yoqqa kelgandan keyin Assalomu alaykum. va namoz chaqiradi. Ava men klasım. Ben çakırmadım. Ava men klasım. Ben çakırmadım. Ava. Damko maketler. Damko maket. Yani hayır, damko maket. Meni Karavan Muratbayevdan turmush o'rtog'im meni. Siz kim bo'lasiz? Fuqarosi yetishgan fanlar uchun deyishman. Tanlaymiz Yo'q, tanishtiryapman o'zim. Mas'ulman nazar bo'lsa. Fuqaroning murojaati bo'yicha mahalla raisi murojaat qilgan. Mahalla raisi ustozimizni chaqirtirgan mahallaga. Bu yerga kelmaylik, o'quv jarayonini xalaqit bermaylik degan mazmunda bo'sh vaqt topsa mahallaga olib gaplashaylik, binoda esa bu yoqqa vaqtim bo'lmaydi degandan keyin mahalla raisining aytishi mumkin. Unisini bilmayman. Lekin bu yoq qanchalik ikisining o'rtasida vositachi emasman. Lekin bu yoq iltimos qilganki, mayli shu yerga kelsa ruxsat bergandan keldim. Ruxsati bilan kirdim o'zim. Men afsuski, ishdan kirganda kamera ko'tarib kirmabman. Endigida yozilib bo'ladi, mana sizga o'xshagan aqsaqollar chaqirdi deyapsiz, chaqirmadim deyapti. yo'q. Mahalla raisiga iltimos qilgan shu yerga kela qolsin gaplashadigan bo'lsa deb aytgan. Menga emas, mahalla raisiga aytgan. Shundan keyin kelib bizlar dedi. Beni anam nega chaqirdi? Negizi damko qil akeldi. Aytdik, kameraga tushiradigan bo'lsak, söyleshmaymiz dedi.
Yok, ne nesi var kameranın? Söyleşelim mi? Evet mi? Şu da mı? Abi sizden göz oynatmayın. İş kadar bir yerde bizden iş kadar. Taşmış tutmam basmanın müzesi yok da derdi. Ya benim basmam değil. Kim basın taşı signalını? Kim atmıştır? Bilmiyorum. Men ismini oğlum ben. Yok karol. Kırgınlıkta yaşıp sonra Türk gördüm. gitti, sonra Türk gitti. Sonra gördüm, Yeni girdim. Çıkın dedim, bıraktı, hadi dedim, kalbiyesin, çıkamam. Rahbaret gelsin dedim. Ben özümden çıkıp gide almayayım mı hadi? Ertegen düşünme hoşluk tuhmat kılıp yürüyorsun mümkün müyüm? Ondan sonra otursam, aynağa market var, oldu, atıma arasam, bunu size çekirdeğe çıkıp yatarım. İş kadar yerden çok da bir yerde. Yok. Bakımı vatandaş bak. E'tibor verin hurmatli xodimlar. Endi men hozir shu narsani surishtirmoqchiman. Boya siz burun berayotib, suhbatimiz bo'lib qoldi. Mana holatni ko'rdingiz. Hech qanday sababsiz oddiy ota-ona sifatida kelib bizdan chaqirtirib gaplashmoqchi bo'lsa, bu ikkinchi marta sizlarni chaqirtirishadi. O'tgan safar xodimlar nima sababdan kelmay qoldi, bir 2 soatcha kirdik, o'tgan safar chaqirishdi. Bu safar maktab direktori aynan o'zi kunib qo'ydi. Bu endi yana sizlarni mos chaqirib, lekin men chaqirtirmadim o'zi. Men nima bo'layotgan? Aksakal, bu boyunca bize kurdama şakır olmaydı. Aha. Kim baskanı sonra atmam gerekti. Hozir birgalikdamiz. Endi hurmatli xodim, men Moyna koyamam işimde. nega bunday qilyapsiz? Yedi. Bakın siz çocuk bakın. Hozir shoshmay men gapirib qo'y, undan keyin akajon iltimos sizdan. Bugun brigadasidan men xohlasa idoramizni ham ko'rsatib berishim mumkin. Xo'p, bu masala bo'yicha men avatarda adashmasam rahbarimiz. Avatarga borib shu qo'rqish rahbariga borib bu masala alohida muhokama qilinma. Oldin shuni oldin chaqirganligini, haqiqatan shu o'yin qilayotganligini, maktabda biz ota-ona sifatida oddiy fuqaro sifatida kelib, assalomu alaykum ustozlar deb gaplashmoqchi bo'lsa, yig'ilishlar qatnashib sizlarni chaqirib, yolg'ondan chaqirib bezovta qilayotganligini, davlat boshlig'i o'yinchi qilayotganligi, bu bo'yicha ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksning 199-moddasida jarima jazosi qo'llanishi mumkinligi oldin ham aytilgan bu. Aldab chaqirsa, ichki ishlar bo'limiga yangi xavfsizlikni aldab chaqirib bo'lmaydi. Sizlar chaqirib turibsizlar. Az kim chaqirgan sizlar bilmaysiz, men o'tiribman ko'ribsiz, kelgan odam o'tirib edi. Aylanishib qochib ketmadi, to'g'rimi? Jazo qani bir narsa bo'lsa ko'rmadi. Ata menga boshqa odamlar kirmadi mana shu ikkisi guvoh boshqa. Boshqa degan odam yo'q, men o'tiribman turmush o'rtog'imda. Nima qilishim kerak? Chiqib ketsa mana hamma xas hujjat turibdi. Masalan, ko'ribda ichida ko'rdingmi? Yo'q, masalan ichida kiyimi turibdi, mashina turibdi. Ikkitasi yo'q, men kiymayman. Masalan, ichkarida hujjatim bor edi, pulim bor edi deyishim mumkin-da hozir. O'g'irlab ketsa men nima deyman? Hürmetli konumda boldunuz mu yende? Yo'q, o'tiribman, rahbariyat kutib o'tiribman. Qani sizni kim chaqirdi? Men bilishim kerak. Siz men Onu işini dakika eder olmayız. Buna fiyat değil, buna da fiyat değil. Sizden sonra fiyat da olsun. Yeni kala dakika eder. yo'q, demayapman. Men sizni chaqirtirmadim. Yeni siz şarkımadınız. Men o'tiribman, siz kimsiz? Bir adam şarkımadım dedi. Onu dakika eder. Ben basbarım zaten basbarım diyeyim de atçımız dedi. Kalılar ısıtın. Ama ben Kamera yok. Kamera yo'q ha. Demak, maktabda farzandlarimizning xavfsizligi ta'minlanmaydi ekanda, uzr so'rayman-da. Endi qanaqa Bugün bize temelimiz var. Şunun şu trivojik knopkasını atıp koyuyor. Ha, yaxshi, unda Yamanlar ta'minlangan. yo'q, endi kameram yo'q bo'lsa, har kim knopkani bosib ketaversa, sizlarga o'sha oqsoqollar bezovta qilsa deyapman-da meni. To'g'ri tushuning-da aka. Uni Allah'ın xavfsizligi o. To'g'ri. Har kim masala kelaverasizmi? Ota-ona bosib vaqt bormi-ki, hozir menga to'polon urishajak, meni yordam so'rasam bo'ladimi? Oladi o. O'tkazib o'tayotib, men masalan, men knopkam sizga tegib bo'lmaydi dedi. Uyanın her bir şahs. Ha, zarur bo'lsa yardım chaqirishi mumkin, to'g'rimi? Rahmat. Yok. Olup gerek bo'lsa mektep o'qishdan bo'lsa bo'ladi. Ha, tushunadi. Unda hurmatli xodimlar, bugun shu brigada rahbari kim hozir? Rahbarlik qilyapti. Men. Siz rahbarmi? Akajon, bitta davlat munosabatchi men imzo qo'yib beraman. Holat bo'yicha yolg'on chaqirib berganini tasdiqlaymiz. Rahbariyat javob beradi. Xodimlar o'z topmoq, iltimos. Men ham yordam beraman sizga. Bir aralashtirib, rahbariyatni chaqirsam shu yerga bir gaplashmay chiqib ketsa. Chiqolmayapman. Men kirganda o men negizini direktor chaqirib beraman dedim. Mana Matobayevni aytgan men bilmayman. Matobayevning o'zi yo'q. Qochib ketdi og'a, men izini qilib aylanib tushab solib o'tira olmayman-ku, men to'g'ri tushunda. Bo'lmi? Men adib boraman. Men o'tiribman. Keldi, amnagadan geçen gaplashmay chiqib ketib qoldi. Men nega kirgizdim uni deb adib aytaman, eshikni javob ketdi. Izini yugurib olmayman men. To'g'ri meni kichkina ekanman. Men adib boraman masalan. Yo, bomba ko'tarib qo'ymadim men. Hisotim yo'q men. Ya, hisob ko'tarib qo'yapman. Bu niye ahvol deyman? Uyatda masalan sharmandani qilib davlatimiz o'rnini olsa O'zim bilan birga kelgan bo'lsa, chiqib ketgan bo'lsa. chiqib ketmam men nima? Men nima? Endi bu yerda sabog'im o'tirdim. Yo'q, sabog' o'tsa men aytib bo'shatib bering Muallim dedim. turibdi, men deydi, sabog' o'tib kerak edi, o'tirmayapti. Tuhmat qildi. Bolalarni anaqa klassga deb o'taman, anaqa sana dedi, rahbar chaqirib beraman deb tushirib ketgan. Men просто men aybim bu pedagog kameraga tushirmagan bo'libdi-da. Ya, bir yoqda sabog' o'tyapti u. Yaxshi o'zgarsa
Az günde sabah olup görüp koydum. Ya sabah yok. Başka Hani bir biraz deniz var mı? Sabahta olup. Ya hazır bizlerin yanımıza kime geldi bunları? Şu klasa kime geldi bunları? Özlerge? Ya özler gelene. Sizde bundan klasa kim başlap geldi? Qarovullar şaqtada. Şahta degende o'tiribsiz, kelganda janjalda bizni ko'tarib qachiyotganmiz, o'tiribsiz. Ya rahbariyat chaqirib birga chiqib keting ekansiz. Davlatnoma tuzib, rasmiylab voqea o'rni bu yer. Odatda qonun bo'yicha voqea o'rnida rasmiylashtiriladi. Voqea o'rniga bu yerda jinoyat bo'lmalar. Rahmat. Ya o'zat bo'lgan yo'q. Endi unda Berqachalik so'raylik bo'ldi. ya ko'chada o'ylab shuncha Ko'chada aslida Kalilovlikka borib bo'ldi. o'qish savolda o'tirdi. Gaplashib Shu o'ylaman nima o'zat dedi mana ahvoli. Uni Ya eshitib sho'da. bermay qo'ydi. Qara, yana sizdan to'g'ri tushunyapsiz. Ha, siz miyangizni ulamasinda bu yerda sabab men kirib kelganda ham sabab o'tirib turgan yo'q. Men kirib kelgan taqdirda ham agar men kirib kelganda o'quvchi o'tirib shu sabab o'tmay kirib kelsa, meni gunohim bor. Meni kirib kelgan tasvirlarim bor. Shuning Pusto turibdi. Tamam. Men kelgandan keyin bular o'quvchi yetalab keldi. Men chiqib turayman. Rahbariyat chaqirib, rahbariyat kabinetga kiring dedim. Yaxshilab chiqib ketib, qaytib kelib sizlar chaqirtirib o'tirib deyapti. Endi menga ayb bor. Jinoyat bo'lmasdan men shu yerdan qachon davlatnoma tuzib chiqmayman. Sizga aybingiz bor dedimmi men? Ya shu davlatnoma tuzib bering, iltimos. Ya shu aybingiz bor dedimmi? Yo'q, O tuziladi o. Berqachlik qilaverib bo'ldi. U o'zining Bu talablar iltimosmi? Sabablarmi? Gapirmang. Sizning talablar iltimosmi mana? iltimos u. Iltimosmi? Unda iltimosingizni bajaramanda qabullanadi. Biroq shu rahbariyat bitta chaqirib berib, bitta chiqib berdi, gap so'z. Hozir men bunday ahvol chiqib ketsa, hozir ertaga annaga kelib ketib, nima qilib bitdi deb hozir qanday tuhmat qilib turibdi. O'qish o'qitdi. Chaqirtirib rahbar qilib turaman. Guvalıq sıfatını alıb qoyumuz oladı. İçtimai tarmaqlara diqqət qatırsanız, mənim yoxluğumuzda qoyulmuş bu şərhlər boyunca şərh məcmuası. Hörmətli qoralar, biz endi buna təşviş xabar boyunca kelib tushganimiz boyunca yetib keldik. Bu yerda hech kim basılmağanlıq aniqlanmadıqdır. Endi onu aniqlab ilojam yo'q. Sol sebepli men akt tuzdim hozir. Bu holat qaytadan takrorlansa, tegishli tartibli shara ko'rishga to'g'ri bo'ladi. 3 marta. Bu marta ogohlanma 3 marta beriladi. Bu birinchisi akt tuzimiz. Menimcha ikkinchisi bo'lsa kerak. Ikkinchisi va uchinchisi shular bu. Ikkinchisi va uchinchisi bilmayman. Biroq men tuzim ikkinchisi. Birinchisi deb. Bu bo'yicha 2026-yil qo'zg'olib o'tirgan qo'zg'olib o'tirgan 10 maktabda tashvish xabar kelib tushdi. Xabar bo'yicha yetib kelganimizda bu yerda hech qanday huquqbuzarlik sodir etilmagani aniqlandi. Tashvish xabar bosgan kim ekanini aniqlov iloji bo'lmagani sababli saat 15:20'da yetib keldik. Bu holat bo'yicha takrordan sodir etilmasi uchun bunday holat qaytadan bo'lmasligi uchun guvohlar qatnashida akt tuzildi. Bu bo'yicha
Ma'lum joyga to'g'ri qo'ydik, tezda shaharlar to'liq eskirtildi. Hech qanday qarshilik yo'qlar. Sizga hech qanday qarshilik yo'qlar. Qarşılık yok. Qo'l qo'yingizlar. Qo'l qo'yib bering. Qani qo'l qo'ying. Ne qilaman? Qo'l qo'yaman. Qo'l qo'y. Ya, endi boshdan masjid deb aytaman. Lan bağda. Yani ne oldu? Herhalde. Ya Allah Allah. Ya şunu koyuyor bak, seni aldın.